qog'oz idishda ichayotgan kofelar zaharga aylanayotganini bilarmidinglar? Hech kim o'ylab ko'rmagan. Endi hozir sizlarga shuni isbotlamoqchiman. Любой qog'ozli stakanchikka olamiz-da, mana endi ko'rasizlar nima bo'layotganini. Mana qaranglar. Polietilen, bu plastik. Bu qog'ozli stakanchikka sizlar issiqqina kofeni soldinglar yoki qaynagan suv ichmoqchi bo'ldinglar. 70 gradus bo'lishi bilan bu plastik, ya'ni polietilen o'zidan mikrochastitsalarni kofengizga ajratadi. Mana endi siz maza qilib ichayotgan kapuchino, amerikano faraz qiling zahar bo'lib tushadi. Gormonlaringiz buzilishiga, immun sistemangiz pasayishiga, yallig'lanishga va borib onkologiyaga olib keladi. Aytayotganlarim ertaga sizni o'ldirmaydi, yillar davomida o'ldiradi. Buni sababi oddiy. Mana bu ko'zga ko'rinmaydigan plastik. Qatizdir og'rib qolsa, hech qachon sababini shu qog'oz stakandan ko'rmaysiz. Ertaga qizlarda hayz buzilishi, o'g'il bolalarda ko'krak bezlari kattalashib ketishi yoki testosteronni tushib ketishini oldini olish maqsadida bu ma'lumotni sizlarga tekinga beryapman. Bu ma'lumotni одноразовый idishda kofe ichadigan do'stlaringizga yuborib qo'ying.